Madinada yashaydigan ansonlardan bo'ladi. U odamda bitta xurmo bog'i bo'ladi, ikkita odam sherikchilikda qilgan bo'ladi. Ularning bitta sheriga vafot etib qoladi-da, xurmo bog' kim qoladi? O'g'liga qolib qoladi. O'g'li katta bo'lib, uylangandan keyin aytadiki, hani otasining sherigiga, xurmo bog'ining sherigiga. Kelin deydi, xurmoda bog'ning o'rtasidan bir devor ursak, sizniki bilan biznikini ajratib qo'ysak, uyda baribir endi aqli baytimiz yuradi, boshqa bo'ladi. Shuncha ajratib qo'ylik o'rtadan degan habib ishati o'rtasidan ajratib kelishayotganda, devor bitta daraxtga to'g'ri kelib qoladi. Hani hali odamga yoqmagan bo'ladi, fikr ajratib olaylik degan. Shu xurmoni o'rtasiga kelib qolganda, shu xurmoni menga bering, devor bunaqa olib o'tib qoraylik, xurmo menga qolsin desa unamdi. Deganda, "Yo'q, bo'lsa unda soting" desa unga unamdi. Degandan keyin bo'lsa men Rasulullohga borib shikoyat qilaman desa, sen xilof. Ya'ni bu narsaga borib Rasulullohga bezovta qilmay degan o'yda bo'ladi-da, Rasulullohga borib shikoyat qilgandan keyin Rasululloh kelib, "Yana bu xurmoni yaqinroq kelib oling bo'lsam, hozir ovozini yetkazolmayman ham dedi. Unizdan turib oling, maqta kelib eshitasiz." Va Rasululloh alayhisolatu vasallam kelib unga aytadiki, "Xurmoni shunga ehson